Assalomu alaykum. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. Bugungi darsimizda Google Sheet 20 ta formulalarni matnlar bilan ishlash formulalarini ko'rib chiqamiz. Demak, matn formulalarini ko'rib chiqamiz. Bugun text, left, right, mid va trim funksiyalari juda ko'p foydalanadigan funksiyalarni ko'rishga davom etamiz. Bu joyda jadval shakllantirganman, ya'ni Ali Valiyev kodi bor, sanasi, summasi bor. Ya'ni o'sha Ali Valiyev mana shu kodli zakazni shu sanada shuncha summaga buyurtma qilgan. Endi biz bu funksiyalardan foydalangan holatda matn ko'rinishlarini turli xil ko'rinishlarga o'tkazamiz. Demak, birinchi o'rinda mana text funksiyasidan foydalanyapmiz. Bu yerda text mana sanani beryapmiz va DDMMY ya'ni formatini o'zgartiryapmiz. Bu joyda mana 02 birinchi oy turganda 25 sana, keyin yil turganda biz bu yerda demak birinchi sana, keyin oy, keyin yilga o'zgartirdik. 25 12 2025. Masalan, mana shunaqa joylarda bizga text funksiyasi yordamga keladi. Bu joyda endi mana 1.250.000 so'mni biz virgullar bilan ajratdik. Ya'ni har 10 talikda o'zi ajraladi avtomatik. Bu joyga biz yana 0 qo'shadigan bo'lsak, mana o'zi demak kengayib ketaveradi. Buni to'g'ri number bilan ishlatishimiz mumkin, number bilan demak bemalol ishlatishimiz mumkin, lekin biz tekstli ma'lumotlar bilan ishlash payti kerak bo'ladi. Masalan, mana bunaqa uzisini qo'shish masalan. Bu raqam yoniga bunaqa ko'rinishga keltirish uchun demak text funksiyasi kerakli tekstimizni beramiz. Demak mana bo'lib bergan har 10.000 talikda o'sha 10lik kasrga ajralishni bo'lib bergan va nimani qo'shgan. O'zida qilib bemalol biz yozishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda left bo'lyapti. Demak leftda ya'ni S10 mana bu S10 dan left degani ingliz tilidan tarjima qilganda chap tomon degani, chap degani. Bu funksiya demak chapdan 3 ta belgini olib beradi bizga. Ali esa mana 3 ta left degani ya'ni o'sha tekstimizni chapdan 3 tasini olib beradi. Biz hozir mana buni beryapmiz, chapdan 3 ta olyapti. Bunga agar biz to'g'ri beradigan bo'lsak, chiziqchasini ham olib beradi. Alida ham xuddi shunaqa holat bo'lyapti. Endi right bu ingliz tilida tarjima qilsak o'ng tomon degani, ya'ni o'ngdan degani. Bunda endi xuddi shu funksiya o'ng tomondan 3 ta olib bersa 001 gacha olib beryapti. Bunda esa mana Ali Valiyevda o'ng tomondan 3 ta belgini olib bermoqda. Bu mid degani middle qisqartmasi, middle tarjima qilganda o'rta degani. Ya'ni bu o'sha tekstlar bilan ishlashimizda o'rtasini olib beradi. Mana 5-joydan 4 tasini olib beryapti. 5-simvol. Har bittasi simvol bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5-dan 4 ta olib beryapti va 2025 olinyapti. Bunda esa Alidan mana va olinyapti. Chunki bunga ko'radigan bo'lsak, mana orasida nechta joy bor? 2 3 4 5 6 mana demak bu yerda 6-dan boshlab olyapti. Xo'p, trim funksiyasi bor. Trim funksiyasi bu bizni ortiqcha joylarni olib tashlaydi. Mana Ali Valiyevga qarasangizda o'rtasida demak qanaqadir joy bor ortiqcha. Demak, o'shani olib tozalab bermoqda bizga. Umumiy shular do'stlar, mana shu 5 ta funksiya juda ham ko'p ishlatiladi. Matnlar va matnlarni boshqa formatga o'tkazishda yoki tozalashda shu funksiyalardan foydalanamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Google Sheet darsliklarini ko'rishda davom eting va sahifamga obuna bo'ling.